Iftorlik uchun nima tayyorlasammikin deb boshingiz qotib o'tiruvmida, siz uchun bir zumda mazali va to'yimli yegulikni birga tayyorlaymiz. Magazinga chiqsam, yangi karomlar chiqibdi. Bittasini oldim va o'zim usulimda pishirishni boshladim. Salofanga solib olib 3-4 daqiqaga mikrovalnovkaga solib olamiz. Ungacha qiymasini tayyorlaymiz. Qiymaga maydalangan piyoz, pomidor, men choperda maydalab oldim va zira, kashnich, tuzni solib, yaxshilab massamizni aralashtirib olamiz. Bu orada esa karomlarimiz yumshab chiqdi. Qaynatib o'tirgandan ko'ra shu usulda albatta sinab ko'ring, ancha ishingiz yengil bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, guruch umuman solmadim, lekin shunda ham barakali, zo'r bo'lib chiqadi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Tovamizni yog'lab, yaxshilab zich qilib, karomlarimizni, ya'ni golubsilarimizni shunaqa terib olamiz. Tomatni suviga shakar, tuzni solib, tabga ko'ra yaxshilab aralashtirib, terib olgan golubsilarimiz ustidan quyamiz. Men ozgina ustidan yana suv ham sovordim. Endi dimlab olib qo'yamiz. 40 daqiqada qarabsizlar. Iftorligimiz tayyor. Endi 10 daqiqa qolganida shunaqangi pishloqlarimizni qirg'ichdan chiqarib ustidan sepamiz va yana dimlaymiz. Qarabsizki, iftorlik va saharlik uchun taomimiz tayyor. Juda ham tez va mazali bo'ldi. Aytgancha ichidagi guruchni yoniga garnir qilib alohida tayyorladim. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va unga like bosishni unutmang.